Selam şayanlar, selam dostlar. Men endi ketib olgan joyda kelib jetdi. Joyingizni qiziq ham foydali o'tkargiz. Nishik Instagram storieslarin motorroq ham kreativroq asarga ekan. Bugun men sizga Instagram storieslar uchun 3 lifehack taqdim etishakman. Ketdik. Birinchi lifehack. Nishik yozuga shavla qo'yirga. Eng birinchi o'zimiz tilagan so'zni yozamiz. Ondan so'ng shu so'zni boshqa tisda yozamiz. Ham shu ikki so'zni bir-birsini tutashtiramiz. Mana shunday motor yozuv bizning kelib chiqdi. Ikkinchi lifehack. Agarda sizning telefoningizda live degan funksiya bo'lsa, nishikonadan bumerang yasarga. Eng birinchi live funksiyasida tishgan fotosuratga kiramiz. Ham shunda bosib turamiz. Bizning bumerang kelib chiqdi. Uchinchi lifehack. Nishik yozuvga bo'sh ara qo'yirga. Birinchidan biz nuqta qo'yamiz. Ham men ko'rsatgan yerga bosamiz. Bo'sh araga bosib biz uzunlikni zo'raytira olamiz. Ham o'zimiz tilagan tisni qo'ya olamiz. Shundan so'ng men bo'sh ara ustiga jay degan so'zni yozdim. Mana shunday original stories kelib chiqdi. Agarda siz Instagram uchun lifehacklarni ishlatsangiz, kommentariyaga yozing. Men davomini tashirarman. Shayan TV qora, bo'larsan shab bola.